Assalomu alaykum. FedEx pochtaga keldim. Hozir tamojnidagi qog'oz, tamojning narxini chiqarib, pochtalarni olamiz. Videolar maksimallarga ruxsat berishsa videoga olishga harakat qilaman ichkarida. Qilib tamojning pulini to'ladim. Hozir pochtaga kirib, pochtadan olsam bo'ldi. Shunaqa taska. Odamlar qavay odam yo'q. Suraramman. Hop, pochtalarimiz keldi, oldim. Hammasini to'lab FedExdan kelgan. Ikkita pochtamiz. Hozir uyga borib raspakovka qilamiz. Dedi ikkita ish haq ketdi deb Xitoydan posilkalarim ketdi. 1, 2, 3, 4 ta narsa kelgan. Shularni oldim. Bugungi posilkam tugadi. Raspakovkani videosini olmadim. Ochdim korobkani. Hamma narsa kelganini qo'yildim. Prokladka kelgan ekan. Yana ikkita prokladkalari bor. 16 ta klapan salnik. Yamaha R1 2014-yil. Yaponiyadan kelgan. Xiaomi degan haterlarga qog'ozi ham bor Yeschoga. Xiaomi man Xitoydan kelgan, Rossiyadan kelgan degan. Qayerdan kelishini men sразу aytaman. Rossiya bo'lsa Rossiya deyman, Yaponiya bo'lsa Yaponiya deyman, Dubay bo'lsa Dubay deyman, Amerika bo'lsa Amerika deyman. Menga suv joyi yo'q. Mendan oldinglar nima, boshqadan oldinglar nima. Aldab sotgandan ko'ra sotmaganim yaxshi. Mana shu qog'ozi qo'limda. Hop, dastavkan narxi qimmat bo'lib ketdi. Slishkim upakovkan hisobiga, upakovkan katta upakovkaga qo'yishdi. Dastavkan narxi ozgina oshib ketdi, lekin u pulni klientdan olmayman. Hop, o'zim yeb qo'ydim, o'zim yedim bu kashani, o'zim to'layman buni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi, telefon ham qilsanglar bo'ladi. Instagramga direktga yozsanglar, ertalabdan kechgacha pastda o'tiraman telefonda. Qo'limdan telefon tushmaydi, javob berishga harakat qilaman. Iloji boricha arzon narsa topib berishga harakat qilaman. Menda ko'pincha skidka bo'ladi, 10%, 5% mana shunaqa skidka bo'ladi. Masalan, $1000 tovar olsanglar, $100 cho'nchagingizda qoladi. $500 tovar olsanglar, dastavkasi tekin bo'ladi. Dastavkalarning ham puli ham o'zi $40-50 chiqadi. Agar Yaponiya, Amerikadan zakaz qilaman desanglar. Hop, sizniki. Yo, mana sizniki. Bu sizniki. Ha. Mana pichoq sizlarga zanglagan. Ochiringlar, olib yotibman. Yo, bu sizniki emas. Buni egasi bor. Buni ko'rmaymiz. Ha, ochiring. Ha, hop. Yana bitta narsa bor-da. Hamma narsa o'qish shart emas. Mana buni o'qib bersangiz bo'ldi. Qayerdan kelganini mana burchaydi. Mana bundan. Mana. Mana qayerda? Nishikomi? Tegi. Nishiko Nagoya. Nishiko Nagoya. Nima degani? Bu davlat. Bu shahar, davlat. Nimada yopishtirilgan bu? Skoch yopishtirilgan. Och olaveringlar. Och endi bu. To'xtatib turdim men. Upakovkani qarang. Ichida o'zi ishlamay yo'q bu upakovkada olib tashlayvering. Mana eng tegida. Upakovka. Ichida nima bor? Mana. Hop, yana ikkita prokladka bor. Ikkita prokladka bo'lishi kerak. Mana. Hammasi esdan chiqmasin. Mana ikkinchi prokladkasi. Original Yamaha. Qo'l. Hop. Sizdachi? Kawasaki mana. Kawasaki. Trosimi bu? Ha, yomonlari bilan. Tez ko'rsatishadi, deymi? Mana nimasi? Diraka chiqamiz hozir. Mana. Ha, bu ana Bu linkini Kronstein, mana ham Kronstein. Bu bakoviki, mana ko'tiring. Ha. Hop. Yana bitta tros bo'lishi kerak. Mana anaqa ko'tim tegidagi tros ana sidenaniki. Kemani kalchimandagi narsasi ham bor. Rezinkalari adashmasam. Qani? Yo, bu anaqaniki. Ko'tim tegidagi zamok bu. Jin mana. Ey, mana. Mana joyi kayf beradi. Japan. Ana ko'rib qo'ying. Ishqilib hamma narsalarni olib keldik. Mana yomon. Mana qo'rqitadi mana. Mani ham, Bolani ham qo'rqitadi. Yana mana shu qo'rqimchilik tushi mana shu. Yaxshilab urani.
kuchlar. Zapchast yoqdimi? Ishqilib samliklarni. Xitoy ichida yo'qmi? Orasida. Ikki ham Xitoy yo'qmi? Mana. Qaysi biri? Made in Japan yana mana. Hammasi Yaponiya yozilgan. Xudo xolisa inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa yozaverasizlar bemalol. Upakovka ikkita dona prokladka, lekin ichini shunaqa upakovka qilishgan shuncha narsa. Ha, yo'q. Ikkinchi narsalari ham keldi. Buning ichida ham ikkita prokladka. Hamma zapchastingizni oldingiz-a? Ketdik bo'ldi. Mana buni ham pastga olib borib bersam bo'ldi shu bilan. Hamma zapchastlarni berib yubordim.